Muhammad Yusuf 1954-yilning 26-aprelida Andijon viloyati Marhamat tumani Qovunchi qishlog'ida dehqonlar oilasida dunyoga keldi. 1971-yilda o'rta maktabni tugatib, Toshkentda Rus tili va adabiyoti universiteti, Rus tili va adabiyoti fakultetini tugatdi. Muhammad Yusuf qisqa umri davomida vatan haqida ko'plab she'rlar yozdi. O ota makonim, onajon o'lkam, O'zbekiston jonim to'shay soyangga, sendek mehribon yo'q, seningdek ko'rkam, rimni alishmasman bedapoyanga. Bir go'sha qir bo'lsa, bir go'sha suvlar, qancha yurtni ko'rdim, qancha taqdirlar, qayga borsam suyab boshni tek tut deb, tog'laring ortimdan ergashib yurar. Ko'rdim siluvlarning eng faranglarin, yo xudbinman, yo soddakasman men, Parijning eng go'zal restoranlarin, bitta tandiringga alishmasman men. Na gapga ko'nayin, na til bilayin, ko'zdan uyqu qochdi, dildan halovat, 3 kunda sog'insam nima qilayin, chala qolar bo'ldi hamma sayohat. Bildimki baridan ulug'im o'zing, bildimki yaqinim shu tuproq menga, bahorda Baxmalda tug'ilgan qo'zing, arab og'ushidan azizroq menga. Sen bilan o'tgan har kunim bayram bazm, sensiz bir oz qolsam vahim keladi, seni bilganlarga qilaman ta'zim, seni bilmaslarga rahmim keladi. Maylida kimgadir yoqsa yoqmasa, ularga qo'shilib yig'lasharmidik? Biz baxtli bo'lamiz, Xudo xohlasa, Xudo xohlamasa uchrasharmidik? Rayhon hidlaringni yo'llarimga sep, kut meni har oqshom ko'kka oy chiqqan, faqat yig'lamagin aybim nima deb, aybing onang seni chiroyli tuqqan. Menga bir tabassum hadya et ey yor, nur tomsin lablaring sohillaridan, o'zing ayt, senday qiz yana qayda bor, kipriklari uzun kokillaridan. Muhammad Yusuf ijodi ayni gullab yashnagan paytda Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumanida she'riyat muxlislari bilan uchrash maqsadidagi ijodiy safarida 2001-yil 29-iyul sanasida yurak xuruji sababli vafot etadi. Toshkent shahri va Marhamat tumanidagi ko'chalardan biri hamda Andijon shahridagi bolalar kutubxonasi va Marhamat tumanidagi ijod maktabi Muhammad Yusuf nomi bilan ataladi.